Assalomu alaykum. Shu kunlarda sodir bo'layotgan voqea va yangiliklar bilan efirda Fresh News informatsion dasturi. Studiyada Dinora Odilova. Bugun dasturimizda Toshkentda Cobalt va Damas avtomobillari yonib ketdi. O'zbekistonda sirtqi ta'limga qabul to'xtatiladi. Og'ir atletikachilar jahon chempionatida 17 ta medalni qo'lga kiritdi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. O'zbekistonda sirtqi ta'limga qabul to'xtatiladi. Ta'lim sifatini ta'minlash va ta'lim xizmatlarini ko'rsatish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Prezidentining farmoni qabul qilindi. Dastlab shu haqda. (2025-2026) o'quv yilidan boshlab ta'limning sirtqi shakliga qabul to'xtatiladi. Hozirgi sirtqida o'qiyotgan talabalar o'qishni davom ettiraveradi. Ta'lim sifatini ta'minlash va ta'lim xizmatlarini ko'rsatish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Prezidentining farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra 2025-2026 o'quv yilidan boshlab ta'limning sirtqi shakliga qabul tugatilib, kunduzgi ta'limdan boshlab muqobil ta'lim shakllari bo'yicha qabul kvotalari bosqichma-bosqich oshirib boriladi. Xotira abadiy, xotira muqaddas. 8-maydan 11-mayga qadar xotira kuni munosabati bilan Toshkent va Samarqand o'rtasida qo'shimcha poyezd qatnovlari yo'lga qo'yiladi. Navbatdagi lavhada aniq faktlar bilan ma'lumotlar keltirilgan. Xotira kuni munosabati bilan Toshkent va Samarqand o'rtasida qo'shimcha poyezd qatnovlari yo'lga qo'yiladi. 8, 9, 10, 11 may kunlari Afrosiyob elektropoyezdining ikki shahar o'rtasidagi qo'shimcha qatnovlar yo'lga qo'yiladi. Temir yo'l ekspress aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati xabariga ko'ra, 9 may Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan yo'lovchilarning talablari oshishini inobatga olgan holda yuqori tezlikda harakatlanuvchi 775 va 776 sonli Samarqand-Toshkent Samarqand-Afrosiyob poyezdda joriy yilning 8, 9, 10, 11 may kunlari qo'shimcha qatnovi yo'lga qo'yiladi va quyidagi jadval asosida harakatlanadi. 775 sonli Samarqand-Toshkent yo'nalishi Samarqand 10:55 da, Toshkent 13:15 da. 776 sonli Toshkent-Samarqand yo'nalishi esa Toshkent vaqti 13:56, Samarqand vaqti esa 16:54 da. Fuqaro tangalar o'z kuchini ko'rsatishini xohlagan bizningcha. Gap shundaki, qarzdor ota 4 million so'mlik alimentni tangalarda to'ladi. Batafsil muxbirimiz tayyorlagan lavhada bilib olamiz. Qarzdor ota alimentni tangalarda to'ladi. U 4 million so'mlik qarzini 10, 50, 100 va 500 so'mlik tangalarda to'lab, sobiq rafiqasi vaqtini faqat tanga sanash bilan o'tkazib yuborishni xohlagan. Biroq davlat ijrochilari tangalarni bank orqali hisoblab, mablag'ni onaning plastik kartasiga o'tkazib berishgan. Barchamiz bilishimiz kerak bo'lgan xabar. Biometrik pasportning amal qilish muddati tugagach, 1 oy ichida ID karta olinmasa 1 milliondan ortiq so'mmada jarima to'lanadi. Navbatni aynan shu mavzudagi lavhaga beramiz. Agar amaldagi pasportingizning muddati tugagan bo'lsa va siz 30 kun ichida yangi ID kartaga almashtirmasangiz, ma'muriy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Amaldagi qonunlarga muvofiq bunday holatda 1 million 125 ming so'mgacha jarima belgilangan. Mudhish xabar. Toshkentda Cobalt va Damas avtomobillari yonib ketdi. Yong'in tafsilotlari ochiqlanib, rasmiy izoh ham berildi. Batafsil navbatdagi lavhada. Kuni kecha 6 may kuni soat 12:22 da Toshkent shahar Yashnobod tumani Sodiq Azimov ko'chasida avtomobil yonayotganligi to'g'risida Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv texnikalari manzilga soat 12:28 da yetib borgan, yong'in soat 12:30 da bartaraf etilgan. Aytilgan manzilda Damas va Cobalt rusumli avtomobillar yonib zararlangan. Aniqlanishicha, yong'in oqibatida jabrlanganlar yo'q. Hozirda yong'in sababi va keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda, deyiladi xabarda. Olamshumul voqea.
Elon Musk asos solgan Neuralink kompaniyasi las bilan og'rigan va nutq qobiliyatidan mahrum bo'lgan bemorga ilk bor miya implantatsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Bu haqda Musk X ijtimoiy tarmog'ida e'lon qildi. Elon Musk asos solgan Neuralink kompaniyasi lateral amyotrofik skleroz bilan og'rigan va nutq qobiliyatidan mahrum bo'lgan bemorga ilk bor miya implantatsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirganini e'lon qildi. Bu haqda Muskning o'zi X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida ma'lum qildi. Muskning so'zlariga ko'ra, implantatsiya jarayoni Arizona shtatida yashovchi 30 yoshli Bradford Smith ustida o'tkazilgan. Smith harakatlana olmaydi va gapira olmaydi. Biroq endilikda u Neuralink chipi orqali o'z fikrlarini kompyuter ekraniga matn shaklida uzata olmoqda. Bradford Smith Neuralink chipiga ega bo'lgan dunyodagi 3-inson. U deyarli to'liq falajlangan. U matn yozib, uni ovozga aylantira oladi. Bu insoniyat taraqqiyoti uchun ulkan qadam deya ta'kidladi Musk. Sportchilarimiz yurtimizni jahonga tanitishda davom etmoqda. Og'ir atletikachilar jahon chempionatida naqd 17 ta medalni qo'lga kiritishdi. Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Lima shahrida o'tkazilgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionati yakunlandi. Ma'lum qilinishicha, Peru poytaxti Lima shahrida og'ir atletika bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati o'z yakuniga yetdi. Musobaqaning so'nggi kunida hamyurtimiz Qudratbek Salimjonov 109 kg vazn toifasining dast ko'tarish mashqida bronza medaliga sazovor bo'ldi. Shu tariqa O'zbekiston terma jamoasi a'zolari mazkur musobaqada 3 ta oltin, 7 ta kumush va 7 ta bronza, jami 17 ta medal jamg'ardi. Mohinur Esonboyeva 2 ta oltin va 1 ta bronza, Alisher Osmanov 1 ta oltin va 2 ta kumush, Marjona Abdumutalova 2 ta kumush va 1 ta bronza, Munisbek Davlatov 2 ta kumush, Diyorbek Rozmetov 1 ta kumush va 2 ta bronza, Hikmatulla Haydarov 1 ta bronza, Dilnura Xoldorova 1 ta bronza va Qudratbek Salimjonov 1 ta bronza medallarini qo'lga kiritishgan. Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finali javob uchrashuvida Interga 3-4 hisobida yengilgan Barselona bu yilgi musobaqani tark etdi. Ushbu jamoalar o'rtasidagi har ikki uchrashuv bir xil 3-3 hisobida durang bilan yakunlandi. G'olibni aniqlash uchun o'tkazilgan qo'shimcha taymlarda Fratesi kataloniyaliklar darvozasini ishg'ol qilib, ikkinchi o'yinda mezbonlarning g'alabasini ta'minladi. Undan keyin Barselona bosh murabbiyi Hans-Dieter Flick o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Hafsalam pir bo'ldi. Biroq bu o'yindan yoki futbolchilarimiz harakatlaridan emas, ular qo'lidan kelganini qildi. Bo'lar ish bo'ldi. Afsuski, biz musobaqadan chiqib ketdik. Kelasi yili qaytamiz, deydi Hans-Dieter Flick. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, Fresh News yangi xabarlar bilan qaytadi. Salomat bo'ling.